Assalomu alaykum, hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men sizga yana takroriy murojaat yo'llamoqdaman. Murojaatimning qisqacha mazmuni: Hurmatli Prezident, men Jizzax viloyati Jizzax shahridan Mirzo Ulug'bek mahallasidan sizga murojaat qilyapman. Murojaatimning qisqacha mazmuni: Hurmatli Prezident, mana shu biz yashab turgan xonadonda Haqqul Xolmat 2024-yil 19-fevral kuni mansabdor shaxs Norquziyev Dilshodga soxta hujjatlar bilan nomga o'tkazib yuborgan. Men bu bo'yicha prokuratura organlari, ichki ishlar organlariga murojaat qildik. Murojaatimizni ular ijobiy hal qilib berishdi. Rahmat. Lekin sababi bu Haqqul Xolmat qanday qilib jinoyat yo'li bilan orttirilgan uyni soxta hujjat bilan sotib yuborsa, O'zbekistonda mumkin ekanda, mana shu Haqqul Xolmatga soxta hujjatlarni qilib, bir xil mansabdor shaxslar bilan til biriktirib, mansab soxtakorligini qilib sotib yuborish mumkin ekanda. Bo'lmasa butun O'zbekistonda hujjatlarini, butun mana shu yashayotgan fuqarolarning uylarini, mana shu tashkilotlarni, butun tashkilotlarning hujjatlarini soxtalashtirib sotib yuborsa ham bu yuraverar ekanda, hurmatli Prezident. Bunga qonun yo'qmi? Bu ochiqlikda yuribdi-ku bu, shuncha jinoyat sodir etib. Mana 3-4 marta sudlangan yillar mobaynida, o'ta resvidis mashennik bu, hurmatli Prezident. Mana sudlanganlari ham bor, qarorlari ham bor hamma sudlarda. Bunga mumkin ekanda. Norquziyev Dilshod mansabdor shaxsga qonuniy chora ko'rilmaydimi? Bu ikkovi tili bir bo'lsa, hurmatli Prezident. Bularga qonuniy chora ko'rishdi. Mana sudyalar ko'rmaydimi? Nima uchun bu sudyalar bularni oldini olib yuribdi? Nima sababdan sudyalar bular fuqarolik sudlari bularni foydasiga ishni hal qilib beryapti, hurmatli Prezident? Mana onamni ham mana tamom qildi, adoyi tamom qildi, hurmatli Prezident. Hurmatli Tajla Narbayevna Senat raisi, sizlar dender tengligi deysizlar. Qani bu yerda dender tengligi? Mana onam kasal bo'lib tamom bo'ldi-ku. Mana yillar mobaynida tazyiq, zo'ravon o'tkazib, oyoqlariga toklar ulib, arqonlarga solib, kistalariga sen o'lib qolsang o'zing aybdor bo'lasan deb onamning nomidan xat yozib, o'zing o'sgan bo'lasan deb ana shunaqa qiliqlar qilib, toklar urib, oyog'iga pichoqlar tiqib kelgan onamga kun bermay. Mana hozirgacha ham shunday davom etib kelyapti. Bizga kun bermaydi bu jinoyatchi. Kim bunga qonuniy chora ko'radi? Kim bular o'zi? Hurmatli Prezident, buni orqasida kim turibdi? Kelinglar, holatni o'rganinglar bizni uyimizga kelib. Nima uchun bu sudyalar bularga chora ko'rmaydi? Nima uchun bu Norquziyev Dilshod bu korrupsiyaga yo'l qo'yadi? Nima uchun bu Norquziyev Dilshod bu uyni sotaman deb yuribdi? Nima uchun manfaatdormi bu? Zarar qoplangan bo'lsa, hurmatli Prezident, bu yerda korrupsiya bormi? Korrupsiyani yenginglar, kelinglar, holatni o'rganinglar. Bu sudyalar bularni chiqarib yuborgan bo'lsa ozodlikda, mana yurtni mazza qilib jinoyat sodir etib, mana hech narsa qilolgani yo'q meni. Hech narsa qilmaydi menga. Men yana jinoyatni sodir qilaman deganimmi bu, hurmatli Prezident? Bu sudyalar yaratib beryapti-ku bularga imkoniyat, yana jinoyat qil, yana soxta hujjat qil, yana ba'zi mansabdor shaxs bilan tilni biriktir deb yuribdi-ku mana. Mana shu qani qonuniy chora ko'rgani? Qani? Norquziyev Dilshod zarar qoplandi deb yozib beryapti, hurmatli Prezident. Yana bu arqa-orada uyni sotaman deb yuribdi. Buni yozgan arizasi bilan BT audio zapisi to'g'ri kelmaydi-ku, hurmatli Prezident. Nima bu Norquziyev Dilshod quruq tushib ketar ekan bu vaziyatda? Bu jinoyatchi bo'lsa, hurmatli Prezident, kelinglar, holatni o'rganinglar. Bu yerda вообще yaxshi ish bo'lmayapti bu yerda. Umuman yaxshi ish bo'lmayapti. Yordam beringlar bizga, amaliy yordam beringlar. Mana vazir, sizlar yordam beringlar. Tajla Narbayevna mana dender tengligi deysiz. Qani mana onam xo'r bo'lib ketdi-ku, onam. Xo'rlab tashladi onamni bu Haqqul Xolmat. Mana o'zi gapirolmaylar, gapirolmadi. Men o'zim gapiraman ona dedim. Mana hozir soliqlardan ayrilib qolgan, soliqlari yo'q. Hech narsa qila olmaylar. Asablari joyida emas, tamom qildi onamni, bechora onamni. Men nima qilishim kerak, hurmatli Prezident? Yordam beringlar bizga. Mana Saida Mirziyoyev Shavkatovning Prezident administratsiyasi rahbari, kelinglar, holatni o'rganinglar. Bu mana hujjat, hamma hujjat meni qo'limda ashyoviy dalil bo'lib turibdi. Mana hammasi tasdig'ini topib bo'lgan o'zi. Isbot dalil bilan turibdi, hurmatli Prezident. Mana Prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qoldirganman. Mana birontasi ijobiy hal bo'lgani, birontasi. Mana bularni fuqarolik sudyalarida ishlamaganligini mana javob xatidan bilsa bo'ladi bular. Ishlamaydi bular. Mana takroriy berganman, mana
bironta murojaatim nazoratsiz. Hech qaysini ko'rib chiqmaydi. Mana yo'farda arizam asossiz. Siz aytyapsiz, hurmatli prezident. Mana televizorlar, o'yin jahonlarda aytyapsiz. Bironta murojaat sinchkovlik bilan xolisona ko'rib chiqiladi deyapsiz. Qani bu xolisona ko'rib chiqilgan mana hurmatli prezident. Bu mana Abdurasakov Quyoshni chiqargan qarori bo'yicha noto'g'ri chiqargan qarorni mana sizlar sudma-sud yuraverasizlar bo'lmasa, bu gapi bilan nima demoqchi sudya? Mumkinmi shunaqa sud gapirish? Mana shunaqa Abdurasakov Quyosh mana shunaqa gapirish mumkinmi? Viloyat sudiga bordim qabuliga. Menga kelib o'tirma, meni oldimga kelib o'tirgan bilan foydasi yo'q. Oliy sudlarga chiqdim, ishonch telefonlariga foydasi yo'q. Ko'tarmaydi telefonini. Umuman ko'tarmaydi telefonini. Yordam bergani yo'q. Umuman nima qilsa bo'ladi, hurmatli prezident? Nima qilsa bo'ladi? Bu jinoyatchilar yuraveradimi? Ochiqlikda yuraveradimi jinoyatchilar? Jinoyatda men yana jinoyat qilaman, yana jinoyat qilaman deb. Bu sudyalar bularni foydasiga hal qilib qarorda chiqarib bersa, hurmatli prezident, bu nima degan ahvol bu? Qani bu yerda adolat, qani bu yerda qonun? Qani bu yerda adolatni ta'minlaydigan qonun, hurmatli prezident? Bularni bir jilovini torting bularni. Siz bilmaysiz, to'g'ri, ishonaman men. Siz erta yurasiz, ba'zi ishlar bilan band bo'lib yurasiz, siz bilmaysiz bularni qilayotgan ishini. Orqangizdan ish qiladi bular, bu sudyalar. Birontasi ishlamaydi. Mana bizni qanday bir yildan beri sarson qo'yib yuribdi. Bir yildan beri bizni mana shu otangga bor, onangga bor, eqqa bor, beqqa bor deb. Jinoyat yo'li bilan orttirilgan uyni fuqarolik sudyalari bekor qilmayapti. Значит, sudyalar ham bizni uydan manfaatdor ekanda, hurmatli prezident, mana shu bizni yashayotgan uyimizda manfaatdor ekanda bular. Hurmatli prezident, bu chorasi bormi? Nima bu jinoyatchilar jinoyatni sodir etar ekanda, yurar ekan, bemalol yuribdi bular. Yana qiladi. Значит, menga qonun yo'q ekan O'zbekistonda. Menga hech kim hech qanaqa qonuniy chora ko'rmas ekan deb yurar ekan. Bo'lmasa mayli, agar mana shunaqa soxta hujjat qilib orttirilgan uyni sotib olayotgan bo'lsa, butun O'zbekistonda xalqni, oddiy fuqarolarni uyini ham soxta qilib sotib oraversin, indamay yuraversin. Mana bularga kim chora ko'radi? Hurmatli prezident, bularga bir chorasi bormikan? Kelinglar, o'rganinglar bizni holatimizni. Kelinglar, mana Jizzaxga kelinglar. Ko'ringlar mana sudyalarning ish faoliyatini. Qanaqa qilib buni yo'lini olyapti sudyalar, fuqarolik sudyalari. Mana Norqo'ziyev Dilshod korrupsion gaplarini men zapis qilib qo'yibman, mana turibdi. Zarar qoplandi deb yozib beryapti-da, yana korrupsiyaga yo'l qo'yibdi. Turli korrupsiya yo'llari bilan sotaman deb yuribdi. Bu bo'yicha bosh prokuraturaga ham chiqdim, 11-61 ga. Shunaqa qilyapti, mana shunaqa chora ko'ringlarsam, ular ham yordam bergani yo'q. Korrupsiyani oldini olishda hech kim yordam bermayapti. Yordam bering, hurmatli prezident, bizga amaliy yordam bering. Hurmatli Saida Shavkat Mirziyoyeva, prezident administratsiyasi rahbari, bizga yordam bering. Iltimos. Sizdan amaliy yordam kutib qolaman, hurmatli prezident. Rahmat.